Norin daryosida 17 yoshli Iqboloy singlimiz oqib ketgan ekan. Endi unisini ashadagi odamlar ko'rgan, asha shildiramadan dumalab o'tib ketibdi oqinga qarab, katta oqinga qarab o'tib ketibdi. O'sha kuni kechqurun suv 1.20-1.5 metr atrofida ko'tarilib ketdi suv. Ko'tarilgan suv. Suv ko'tarilgan. Shunga motorli lo'tkasi bor akalar bo'lsa, iltimos qilamiz, jon akalar, kelinglar. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Avvalo mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, ushbu videoni maksimal tarqalishida yordam beringlar va like tugmasini bosib qo'yinglar. Bu YouTube tarmog'ida hali ko'p ham tarqalgani yo'q bu xabar, lekin jiddiy xabar. Namanganda 17 yoshli qiz Norin daryosiga cho'kib ketgan. 17 yoshli yosh qiz Iqboloy oilasi bilan Norin daryosiga borgan va cho'milish vaqtida cho'kib ketgan, qaytib chiqmagani aytilmoqda. Hozirda qidiruv ishlari davom etyapti. Azizlar, sizlardan iltimos shu kanal atrofida yashaydiganlarga, boshqalarga shu video yetib borishi uchun videoni maksimal tarqatib yuborishinglarni iltimos qilamiz. Hozirda favqulodda vaziyat boshqarmasi tomonidan kerak bo'lsa favqulodda vaziyat vazirligi tomonidan nazoratga olinib, barcha tuman mutasaddilari o'sha holatni o'rganib qidiruv ishlarini olib borishmoqda. Imkoni bo'lganlardan yordam ham so'ralyapti. Bugun mana 20-avgust bo'lsa 6 kun bo'lar ekan bugun cho'kib ketgan. Haligacha chiqqan emas. Qiz hali o'sha daryoga tushib ketgan, cho'kib ketgan, hali topilgani yo'q. Videoni maksimal tarqatib, o'zingizlarni yordaminglarni berishinglarni iltimos qilamiz. Barchaga rahmat. Nima bo'lgandi o'zi? Endi aka, o'sha kuni qo'shnimizning uyida to'y bo'lyapti aka. Bular endi cho'milgan kelamiz deb aytishgan ekan bir-biriga. Endi kelib ashida cho'milyotib suvda oqin joyiga tushib qolishgan ekan. Oqin joyidan bir-birini olib chiqaman deb bittasi bunisini olib chiqqan, bunisini olib chiqqancha unisi kichkinasini ham olib ketib qolibdi. Endi unisini ashadagi odamlar ko'rgan, asha shildiramadan dumalab o'tib ketibdi oqinga qarab, katta oqinga qarab o'tib ketibdi. O'sha kuni kechqurun suv 1.20-1.5 metr atrofida ko'tarilib ketdi suv. Ko'tarilgan suv. Suv ko'tarilgan. Ertalab kelsak suv ko'tarilgan. Ertalab kelsak suv ozgina pasaygan. Shu bilan yo'q, topolmayapmiz. Mana bugun 5-kuni. Meni tanigan, tanimagan, bizni bilgan, bilmagan insonlar, qadrdonlar mana shu yerga kelib yordam berib olishlarini so'raymiz. Endi jigarimiz ekan. Qarangizlar, уже bugun 5-kun biz Samarqanddan keldik. Namanganliklarga iltimos qilamiz. Befarq bo'lmaysiz akalar. Shu videoni kengroq tarqatib yuboringizlar. Vaqti bor akalarimiz bo'lsa, hozir Norin daryosi, aynan bu qayerda deyiladi aka? Norin daryosi o'sha uni Yashq bozoridan chiqqandagi joyda. Yashq bozor. Akalar bilganlar bo'lsa, agar kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, nomer ham qoldiramiz, lokatsiyani ham tashlab beramiz akalar. Iltimos kelingizlar, 1 yilkada bo'lib tezroq topsak yaxshi. Agar Sirdaryoni Qora daryoga, Katta daryoga ulashib ketsa, topish juda ham qiyin bo'ladi, deyapti. Shuning uchun hozir vaqtimiz bor. Agar ko'p kishi bo'lsak, topish ham juda osonroq bo'ladi, tezroq bo'ladi. Lo'tkasi bor akalar, oti bor akalar. Bizga hozir motorli lo'tka kerak bo'lyapti. Bu yog'iga pastga tushib ketgan bo'lsa, Sirdaryoga qo'shilib ketgan bo'lsa deb motorli lo'tka, monolit lo'tkalarda suzishda imkoni bo'lmayapti, oqinga qarshi to'xtab qaragani. Shunga motorli lo'tkasi bor akalar bo'lsa, iltimos qilamiz, jon akalar, kelinglar, ozgina yordam berib yuboringlar. Biz yana o'sha Norinda cho'kkan Rahmon va Iqboloy singlimizni cho'kkan joyiga keldik. Aynan xuddi o'sha mana blogni oldida cho'milib, shu yerda cho'kib ketgan. Biz bu yerdan oqtarishdan davom etamiz. Mahalliy aholi tomonidan aytilyapti, bu yerda ko'p cho'kishlar bo'lgan, lekin 3 kilometrdan o'tmagan. O'zimiz ham bu cho'kkanlarni olib chiqqanmiz, deyapti. Chunki bu yerda tagida armaturalar bor, katta betonlar bor. Shuning uchun uzoqqa cho'kmaydi, deyapti. Biz Samarqandda boshqa joyda shunaqa vaziyat bo'lganda eng kami 30 kilometrdan topganmiz. Biz shuni aytganimizda, yo'q aka, bu yerda katta toshlar bor, birdan chuqurliklar bo'lib ketadi. Shuni evaziga ko'p joyda ilinib qoladi, oqim olib ketmaydi bu yerda, deyapti. Yana hozir suvni pasaytirsa, kerakli joyga chiqilyapti. Akalar, vaqtlaringiz bo'lsa, yana qaytaramiz. Vaqtlaringiz bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz, lokatsiya ham qoldiramiz. Telefon qilib bemalol kelsalaringiz bo'ladi. Biz bu yerda hozir lotkalarni hammasini tayyorlab turamiz. Suv pasayishi bilan biz hammamiz suvga tushib oqtarishlar boshlanadi. Nima uchun odam ko'proq kerak bizga, deyapmiz. Chunki suv pasaygandan keyin birgalikda oqtarib ketsak, juda ham yaxshi bo'lardi-da. Xodimlar 8 kishi keldi, hozir start beryapti inshaalloh qidiruv ishlariga. Nasib bo'lsa, bugun xudo olsa yangilik bo'lib qolsa juda ham yaxshi bo'lardi. Cho'kkan kuni kechqurun kelib maydan tushdim. Tushganda mana shuni tortib ketdi.
Dayam chuqur ekan u. Bu Mana edi. Dayam chuqur. deram chuqur, qarang suv qanday aylantiryapti deb bu yoqlarga. Shunga kirib bo'y berganimda qo'lim yetmadi chiqib to'qondan baqirib yubordim aka. Qanaqa qiyin holatda qo'ygan, qanaqa vaziyatda qo'yganini bilib. Bu yerda suvni qanday kamaytirishga, netdan yopsa, bu yoq pish kamayami deyman ha. Ekskavator anshitdan ha. Yopish keladi, uni yopish kerak. Ha, ikki tomonni yopsa, u tomondan ketadi suv. Bu tomondan yuradi, mana yurib oldi. Ekskavatorchilar yo'qmi bu yerda? Shuni keldi, mana endi yopdi. Yopib mana endi suv yana urib ketdi. Ha, nerda urib ketgan. O'tgan joyga urib ketdi. Suv haddan tashqari, baribir ham ko'p-da, haddan tashqari. Biza katta kecha dambaga borganimizda suv shunchalar oqyapti, bu Norin daryosiga dahshat oqyapti aka. Qichqirib. Videoni ko'rdim. Ha, juda mana qiz cho'kkan joyiga ham boramiz dedik. U где-то 200 metr narida bo'lgan ekan, ikkinchi qiz. Aka deyapti, 200 metr narida aka cho'kib ketgan deyapti. Qaysi tomonga ketsa aka deyap ko'pincha suv bu yoqqa oqadi. Endi to'g'riga qarab Norin daryosi. Endi kim biladi yana ham. Bu dambadan baqa o'tib ketgan ta'sir ko'rdingmi? Ha? Bu ham dambadan bu tomonga o'tib ketgan ta'sir ko'rsatdingmi? Ha. Endi Farg'ona kanalimi qayer deyapti? Mana shu yerda cho'milgan joyida katta ehtimol bilan deyapti, mana shu yerda o'sha cho'milgan joyida qolib ketgan bo'lishi mumkin deyapti. Juda chuqur deyapti. Endi emchiz xodimlar hozir suv pasayishini kutmaymiz. Bu yerlarni oqtiramiz deyapti. Agar o'sha yerdan suvni to'ssak, mana shu yerda suvini pasaytirib ko'rish kerak deyapti. Bu yerda narsa oqizganda deyapti, hech qayerga chiqib ketmayapti deyapti. Xuddi mana shu yerda aylanyapti deyapti. Qiz bu yerda cho'milgan bo'lsa, cho'kkan bo'lsa, o'sha odam turgan joyigacha chuqur. Suv aylanma, faqat mana shu yerda aylanyapti deyapti. Yana xudo xolasa balki suvni yoqdan pasaytirsa, balkim bu yerda ham suv pasaysa, keyin ko'rishda iloji bo'lishi mumkin. Endi hozir suvni pasaytirsa, bu yerda ko'ramiz. Mana shu yerlarda topilib qolsa, xudo xolasa birdan xabarni beramiz. Yana bir gap, ko'pchiliklar menga direktdan yozishdi, aka topildi deb video chiqdi, biz bormoqchi edik deb. Yolg'on videolarga ishonmaysiz aka. Agar topilib qolsa, biz sразу xabarni beramiz. Emchiz odamlar kelishdi. Xudo xolasa hozir oqtarish ishlari ham boshlanadi.